100 minglar pulli bo'lsin. Rahmat aka. Bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Iqtisod ishlarini har haligi milovkalar yetganda 100 ming, 200 ming, 300 ming, 500 ming bo'lganda o'sha son bilan bog'liq bir narsa bo'ladi. Taklif berishlar o'z bir ko'ngildan ko'ngildan chiqdi. 10 ta kart chiqdi obunachilar. ana Nima qiladi? 10 ta kart 10 ta kart 100 ming bo'lganda hech bo'lmasa 100 kishini xursand qilish. Buni bir so'mga chaqaylikda Qani? 100 mingdan 100 ming so'mdan ham bo'lsa ham ko'pchilik edi. 100 kishiga 10 million bo'ladi. Bo'ladi. Uzdim. Qachon bizda? Bugun boshlaymiz. Bir haftaning ichida 100 ta odam 100 ming so'mdan sotib tashlaydi. Shart qani? Sharti Jahongir yaqin mashhurdek g'ayrat profillariga obuna bo'lganmiz. Bu bo'ladi, ma'qul. Bizga obuna 300 kishiga ber. Ya mayli. Labs ketdi. Labs ketdi. 100 mingdan mana shu bola ko'ngilni atab qo'ygan ekan. Xudo xolasa duoyam Jahongir yaqin obunachilariga 100 kishiga 100 ming so'm. duoyam qilib qo'yasizlar, niyat qilib qo'yasizlar 100 ming ham. Yo'q joydan 100 ming nima degan gap. Nasiba, rizq nasiba ko'chada qolmagan bo'lsa, sizlarning hisob raqaminglarga 39860. Mashina kelishda narsa. O'zi hit bo'lagan qo'shiqlar. Chicha jonligi bor. Mana 9860. Ay do'stim ayt nega holing parishon, alamdan yuraging ezilyaptimi? Go'yoki dunyoda birgina sening omadsiz kunlaring cho'zilyaptimi? Ishingda unum yo'q, uyingda tinchlik, ro'zg'orni g'orligi sezilyaptimi? U ham yetmagandek og'ir kuningda eng yaqin do'stlaring yuz bo'lyaptimi? Siqilma, 100 ming bo'lgan 200 ming ham bo'ladi. Unutmanglar, bu yaxshiligimni unutmanglar. 100 mingdan 100 kishiga. Shu bo'ladi. ketdi labs, baraka. Sohibi ehson.